Alaykum aka kaptar shqoldar xonadonlar uydalar balla hamma yaxshi Allohimga hamd sanolar shukron. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar bo'lsin. Mana ikkinchi, uchinchi kun Xudo xolasa chiqib tushirib hayitdan keyin inshaalloh kelib turgan hayitlar muborak bo'lsin hammalarga. Ma'majon aka, Hoji akam, Umid aka, Radno akamiz, akamlarga, unutqada Olim akaga ham salomlar bo'lsin. Akalar, yangilarni chiqaryapmiz. Xudo xolasa yana 1-2 kundan keyin haydab beramiz. Beh. 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 Xudoga shukr, hali birontasi ketgan yo'q. Inshaalloh haydasa bilamiz inshaalloh. Sol. Sol janovar. Sol yangi ichganlardan. Sol endi. O'yna janovar. O'yining bor ekan bildi. Ha? Gap yo'q. Beh. 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 Ash qizil aka ham yomon ekan. Bir uchib ketib qaytib tushdi o'zi mana. Ash qizil aka ham yomon ekan, shu qopqon chinnini oldida. Razi yurar ekan omma. Beh. Beh. Mah. Beh. Beh. Azamatlar kuryapti hammasi. Kelayapti. Hammasi kuryapti. Maqtayapman kattalarni. Ana sana. Sallah alayhi. Yana ertalabda tushoymikan unda olasa. Ana qizil aka ham chiqib ketdi. Beh. Mah. Beh. O ana shu ko'kcha qo'shdimi, chokar qo'shdiqqa o'xshagan, soch qo'shdiqqa o'xshagan ana shu ham yomon ekan, razi yurar ekan. O vaqillab turgan Gulsar ham zo'r ekan. Qizillisi zo'r ekan. Hozircha 4 ta zo'ri chiqdi xudo xolasa. Beh. 50 bittasi noma'lum hali. Mana uchirsak bilamiz inshaalloh. Bag'ini. Beh. Mah. Yo, o'ynamay turaver endi. Beh. Ash qizil aka ham o'ynar ekan. Silisi ham o'ynar ekan. Mana. Ash qizil aka ham o'ynar ekan. Qani janovar? Ha. Mida ko'rsatchingni hunaringni, ha. Yasha. Yana bitta ko'rsat. Yasha. Hammaladdiz, gap yo'q. Mana akalar, xudo xolasa, 4 ta zo'r chiqdi. 50 bittasini ko'ramiz inshaalloh. Mana shipillarga chiqaverdik. Xudo xolasa uchirmaymiz. Iloji boricha sekin chiqarib qo'yamiz. Xudo xolasa mana uyini ichidagilarni ham ko'rsatamiz. Katedelarni ham xudo xolasa katedelarni ko'rsatamiz mana. Katedelar ham yotibdi azamatlar. O tippalarda ham yotibdi mana. Mana. Yana yangi ochilibdi. Maşallah yangi ochilibdi. Mana endi bag'iga ichkariga kiramiz. Xudo xolasa ichkarilarni ko'rsatamiz. Ichkaridagilarni ham sekin ko'rsatamiz. Chiqarib olamiz. Sit yo'qsa bo'ldi ekan. Mana. Ana akalar. Ana aka kaptashib oldilar mana bo'lmasa.
To'rtta ham qo'yaveraveradi tuxumda. 17 ham to'rtta mana. Bu to'rtta deganimki, bular yonida tursa qo'shib qo'yaveraveradi katta ovozda, kaptallar. Qizig'i yo'q. To'rttani ham olib chiqadi, boqishi jinday qiynaladi. Zaten jichi yordam berib, aqalaqa oshirib katta qilib olasizlar-da inshaalloh. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana u ham ochibdi mana. Chiylayapti. Mana bu ham ochibdi. Mana shunaqa boqadi, buni ballari borlar, o'shasini ham beringlar. Mana yana bitta ochibdi. Mana buni yangi ochibdi mana. Qulluq bo'lsa endi, mallavoy o'zingni tuxumingni olib chiqib, endi hozir sanni menga mana bunday qilchisan, sal ochcha bo'ldi ochibdi mana bu ham. Bu ham ochibdi mana. Bular qo'rqmaydi-da, ularda hali hali kirib qilaversa, mana buni socham ochibdi mana. Mana socham ikkita ochibdi, mana bittasi turibdi. Endi mana shu turganiga buni qo'yibdi mana unisi mana. Yana buni boqyapti mana sut, mana shu sut berishi, mana Xudoga shukr ertalabda sut beradi akalar, 10 kungacha sutini beradi mana. Mana shu qusib 10 kunda sutini berib bo'lgandan keyin, ana keyin ota-onasini tanib, sekin juvanalar tanib qolib, onam ovqat olib kelyapti deydi. Shu balasi bor kaptallarda tushsa beringlar, o'liklarga ham, to'ylarga ham shu qo'shlar kerak bo'ladi akalar mana. Shu janavorlar sut beradi, keyin og'zi sarg'ayib qoladi yollari. Mana kukum turib qoladi, bunday bo'lib. Sut berib turgan jigaring sariq bo'lib qoladi. Ko'rganlar yo og'zi og'rigan, yo'q sut beryapti bu mana. Sut beryapti. Xo'p. Bu qo'yibdi, bu ochibdi. Bular ochibdi. Men sen beryapsan, sutingni berib olaversan. Bezovta qilmay bo'ldi. Endi bag'iga Xudo xolasa ochishni boshlabdi kaptallar, inshaalloh. Barakasini bersin, sizlarda ham shundan ko'payaversin. Endi ana tuxumlarni olib chiqib, o'zlariga olib chiqib tashlaysizlar mana. Buni olib chiqib tashlaysizlar, o'ziga vitamin bo'ladi mana. O'ziga vitamin bo'ladi. Mana. Nihot chiqdi mana, Xudo xolasa inshaalloh. Hammasi yerda yuribdi, ketgani yo'q. Vitamin qilib o'ziga tashlab berasiz mana tuxumini. Mana. O'zlari yeyishadi shu tuxumni. Vitamin bo'ladi ularga. Ana. Kelib yeyishaveradi o'zlari. Bolalaringga shukr, sog' bo'linglar. Videolarimizga o'g'irlab topibni rahmat deb chiqarib qo'yamiz. Like bosaveringlar.